hech qachon tark etmasin. Yaxshi kunlarda ko'rishib yuraylik. Rahmat. Alloh bergan san'atingiz kuchli, ovozingiz kuchli, qalbingiz toza, mehrga boy inson ekansiz. Rahmat sizning xizmatlaringiz uchun. Endi Irodakxonga qarab aytsak, ular haqiqiy Samarqand shahrimizda namunali oilasi ular. Ular har taraflama namunali. Birinchi haligi nima deydi? Ota-onalarini tarbiyasini olgan, o'zlarini ham butun O'zbekistonimizda kelinchaklarini, yoshlarni haqiqiy tarbiya berib, baxtli bo'lishi uchun hayotga tayyorlab ularni. Qo'llarida bir nechta guldasta qizlar ishlaydilar. Ular yosh 15 yoshar, 17 yoshar qizlar hozir hammasi nevarali bo'lib, yana shu Gratsiya nomli nima deydi, go'zallik salonida ishlashyapti. Men nima demoqchiman? Irodaxon, Zafarjon haqiqatda opamolomni haligi tarbiyalarini olib, shu ruhda o'zlarini ham farzandlarini shunaqa tarbiya beryapti. Nafaqat o'zlarini farzandlarini, ya'ni Samarqand shahrining farzandlarini haqiqiy iymonli, insofli, vijdonli, oqila tarbiya berayotgan inson. Agar jannat bo'lsa, mana shu insonlarning oyog'i ostida. Ilohi baraka toping, xizmatingizdan rozi bo'ling. Haqiqiy meni qizim, bizani qizimiz. Zafarjon meni o'g'lim, bizani o'g'limiz. Irodaxon meni qizim, siz meni singlimsiz. Yashang, shunday nur yog'adi. Kiyimingizga, kiyimlaringiz ham o'zingizga yarashgan. Ilohim ko'z tegmasin. Allohimga omonatsiz. Ilohim mana shu nima deyman, davomi davlat, nasibi jannat, mana shu qoshonaga barakot, duoyi Alloh dafi kulli balo. Bu xonadonlarda ilohim opajonimni mana shu bergan tarbiyalari Alloh ko'rib o'tiribdi. Rahmat. Bunaqa san'atkor guruhga, mana orqangizga turgan shunaqa guruh qizlarga rahmat. Mana bu sizga xizmat qilgan operator akamizga rahmat. Gap yo'q, sizga katta rahmat. Endi sizni bunaqa qo'yib yubormoqchi emasda, yana bitta ashula eshitamiz deb o'tiribdilar endi. Bitta og'ir ashula yaxshisidan eshitamiz deb mana shu talab juda katta tushyapti. Mana shu kishi Mavjuda opa, mana qarang, o'sha kishi o'tiribdilar, qarab turibdilar, mana bu Zamira opa. Ha, mana bunaqasi bo'lmagan deb biz qarab turibmiz deyapti. Endi ertaga trendga chiqib ketasiz. Amin. Samarqanddan endi chiqmaysiz. Trendga yana bunaqa qiladilar, xudo xolasa. Mana aytdingiz, bo'lasizlar. Mana ana mana bu kishi mehmonlarimiz ham mana Amerika borib keldilar bular. Hamma yaqin aka-ukalar, do'stlar. Hamma oddiy inson o'zi yo'q. Shuning uchun